Yaqinda Ramazon hayiti keladi, undan so'ng Qurbon hayiti keladi. Biz bayramni oilamiz davrasida kutib olamiz. Lekin jinoyat sodir qilib qo'yganlarchi, qamoqdagilarchi, ular bayramni panjara ortida kutib olishadimi? Bilamiz, O'zbekiston Respublikasi insonparvarlik prinsiplari asosida ishlaydigan va ushbu tamoyillar negizida qurilgan respublika hisoblanadi va mana shunday respublika miqyosidagi bayramlarda davlat rahbarlarimiz tomonidan jazoni ijro etish muassasasidagi mahkumlarga nisbatan amnistiyalar e'lon qilinadi. Qurbon hayitiga ham 90 kun qoldi. Bayram munosabati bilan davlat rahbarlarimiz tomonidan mahkumlarimizga nisbatan e'lon qilinishligi ehtimoli bor, mumkin. Agar siz biror bir yaqin qarindoshingiz hozir jazoni ijro etayotgan bo'lsa, siz ularning nomidan va amnistiya so'rab murojaat qilishligingiz mumkin yoki mahkumlarning o'zlari murojaat qilishi mumkin. Agar tartibiga tushunmasangiz, biz yordam beramiz. Bu yerda Telegram manzillarimiz chiqadi. Telegramdan o'tib bizga murojaat qilsangiz, albatta sizga o'zimiz yordam berishligimiz mumkin. Murojaat qilish kerak. Hali 90 kun bor ekan deb og'izni ochib o'tirmaslik kerak. Qo'pol bo'lsa ham ming bor uzr kechirasizlar, chiqib ketib qoldi og'zimdan. Ariza yozib murojaat qilsangiz, xudo xolasa komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi va ma'qul deb topiladigan bo'lsa, sizni yaqin qarindoshingiz xudo xolasa kelayotgan Qurbon hayiti bayramini birgalikda sizlar bilan oilangiz davrasida o'tkazishi mumkin. Videoni kerakli bo'lgan insonlarni o'zlariga yuborib qo'yingizlar.